Assalomu yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 4 etaj domimizni 3-etajında bir xonamiz podkluz holatda sotib olgan ekan. 2 xona aytib qo'yibdilar. Lokatsiyaga e'tibor beramiz. Karat kafeni oldindamiz. Bu yerimizda yana Karat kafe. Bu yana chiqsangizlar Darital Urdinusdan chiqasizlar. Bu yon tarafimizda Shumbala Olimpiya stadion taraf, bu yonimizda Park Dekkan bozor. 7 yildan yurtda boshqa yerlardan ham kesishgan Bog'cha maktabidan Mammay yurtdoshlar birga ikkita ko'rib dan chiqamiz. Yaqinlarimiz bilan chiqamiz. Asa ketdik. Arkadaşlar 3. etajıma yetib geldik. Her etajımda 3 xonadan var. Donumuzdaki bir xonamini görüp çıkamiz. 4 etaj domimizning 3. etajında bir xonamiz patqi 3 holatda sotib olgan ekan. E'tibor beramiz, yurtdoshlar remontdan chiqib turibdi uyimiz. Birimizda shuningina yemlik joyi bor. Kuxnyamizni bir yerga ko'chirsangizlar, bir yerga gaz plitkamiz уже qo'yib turibdi. Gaz to'sichlarimiz, kanalizatsiyalarimiz, suvlarimiz gap turibdi polni. Bu yon tarafimizda DC komuta bo'lib turibdi hozir. Bu yonimizda yana sanuzyol, birimizda katta zal joyimiz. Birinchi chetdan tushuntirib tanishtirib qo'yamiz. Yana boydan chiqib turibdi. Kafellarimiz ham urilgan. Bu yon tarafda girish qismi. Bu yerimizda yana sanuzyol. Bu tualet joyimiz bir yerda. Patoqlarimiz plastikdan kafeldan chiqqan. Eshiklarimiz akva eshikdan qo'yilib turibdi. Bu yon tarafda xonamiz eshiklar high-tech variant. Birimizda yana spalnya deb qo'yibdilar. Ayaktelar laminat. Oboylarimiz ham yarki oboylardan ishlangan. Patoqlarimiz plastik. Oynalarimiz akva oynalardan qo'yilgan. Birimizda yana xonasi. Xonamiz yarki oboylar bilan zatilgan, patoqlarimiz yana natijnoy lyustrasini ega, konditsionerimiz ham bor. Ayaktelar laminat. Birimizda ochiq yoziq balkonimiz ham bor. Karat kafe ko'rinib turibdi. Bu yon tarafimizda park. Liniyalardan Mammay Urdinusdan yaqin. Chiqasizlar yo'lning yonidan o'tsangizlar, Sitavon yonidan Darital Urdinusdan yaqin. Yurtdoshlar narxini keladigan bo'lsak, narxi 270 millionda turibdilar. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.